Sotuvga bugun Zikr 7X mashinasi 2025-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda ikkita motorli eng fulli kelib qoldi. Xo'p, mashinaning bitta mana shu eshigida yangi olganda bitta Damas kelib turib oldi. Mana shu eshigida kraskasi bor, qolgan joylar absolyutni top-toza. Brembo tormozli sistemali, pnevma podveskalar bor, Stargate faralarda, oldi farasiga bu narsalar yozib qo'ysanglar bo'ladi. Lidarlari bor, katta panorama, polizdani tiqasiz, eshigi ochiladi, beskiluvchi, silko 360 lari bor. Tak, bizramishni o'yinlarda krugoy tonirovkaga ham razreshinalarigacha bor. Qora salonlik, abduf, abagrev, massaj, hidab displey, hamma navorotlari bor. Bu ikkita motorlik 308 sekundda yuzga chiqadi, 705 km zapas qoldi. 100 kilovatlik batareya turibdi. Mashina chotki zo'r, oq rangda. Orqalari ham mana atamankalarigacha bor, nulaviy gravitatsiya bo'ladi. Sidiniyasi polniy o'shana kreslo bo'layotgani. Faqat o'sha avto dver bilan orqasida planshet yo'q. Qolgan hamma narsasi bor. Shtorkalargacha bor. Orqalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. 0 dan olingan 2025 ga 2025 hozir ham qidirib ko'ring, 52 ming dollar turadi bu mashinaning narxi. 17 ming kilometr masofani bosib o'tgan, 17 ming yurgani hisobiga, bitta eshigini kraskasi borligini hisobiga 10 ming dollar arzon. Ya'ni 42 ming qilib belgilari qiziqqanlar bo'lsa, bosib olinglar, zo'r variant.